Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, tanishmishlar. Mana bugun biz 11-kuniga Atrovdan, Qozog'iston Atrov shahridamiz. Bundan hozir nimaga ketyapmiz? Astraxanga o'tib ketamiz. Bugun Gasinsaga dam olib, havo juda yomon. Yomg'ir, sovuq. Shunday bo'lsa ham biz yo'lga chiqyapmiz. Mana hoji akalar hammasi birgalikda. Xudo xohlasa duo qilinglar. Ana Samarqandlik turimiz nasos bo'lmay qoldi. Xudo xohlasa yo'llarni Alloh o'zi qiladi. Alloh xohlasa sog'-omon borib kelishimiz Alloh nasib etsin. Bizga havas qilganlarni Alloh havas etsin. Biz bilan jo'namoqchi bo'lganlar yana tayyor bo'lib tursiz. Hoji aka qalaysiz? Yaxshi. Boringizga shukur aka. Zo'rmisiz? Tayyorman. Ha. Bizlar turibdi. Havo yog'masa bo'ldi endi. Xudo xolasa Alloh deb qaytgan endi bilmadim. Boshqa bulut. Rahmat. Qandaysizlar? Hoji aka. Assalomu alaykum. Aka qanday? Joy yaxshimi? Yo'q, bu Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sog'lar. Tandir somsa. Qiziq ko'rinadi bizga tandir somsa. Hurmatli o'rtoqlar, biz mana do'stlarimizdan birgalikda Gasinsaga yotib, mana endi yo'lga chiqyapmiz. Xudo xohlasa, endi bugun yo ertaga Astraxanga o'tib ketamiz. Mana bu yerdagi butun qozoq do'stlarimiz bizlarni yaxshi kutib olishdi, yaxshi kuzatishdi. Yaxshi mehmon qilishyapti, yaxshi hurmat izzat qilishyapti. Umuman o'zbek xalqini hurmati zo'r ekan. Haqiqatdan bundan keyin ham shunday bo'lsin. Mana o'zimizning bayroqlar eng chiroyli, menimcha bayroq. Eng chiroyli bayroq. Mana. Qarang, bunaqa bayroqlarni ko'rmayapmiz. Albatta mana bular ham yetib kelishdi. Mana to'rtalamiz birgalikda jo'nayapmiz. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo o'sha kunlarga yetirsin. Sog'-omon bo'laylik. Ilohi omin. Yaxshilik bilan sog'ma yetib boraylik. Allohu akbar.